nikohda ichgan qasamlariga amal qilgan oilani idealni hisoblayman dedimda, kommentga kirsam o'zbek ayollari endi shunaqa yozibdi. Bormikan shunaqa erkak dedi. Keyin mana shu bolaga videoga oldim. Zalimmi 85% erkagi zalda pishirilgan ovqat deydi. Xotiningiz qilib bermadimi deyman? Xotinini himoya qiladi mujikda. Endi charchaydi-da endi. Ha, xotiningiz vazirlikda ishlaydimi deyman? Yo'q, uyda deydi. Charchab qolganda, mujikda yashiradi, g'ururisilarda uni, orisilar. Mayli qo'yavering. Men sizga aytaman nima uchun ko'chada ishini. 2 marta etkisi kelmagani uchun. 1 marta aytadi erkak. Ikkinchi marta deydi o'zing. Keyin o'ylab qolaman. Vrodi nikohda nima deb qasam ichgan deylar. Xizmatini qilaman, yotib olib, polni toshsa ham billa, ha? Qiyinchilik kelsa ham billa